Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar. Bu galgi ko'rsatuvimiz ommatan barcha yurtdoshlarimiz, xossatan esa sizlar uchun tayyorlandi. Farzandining kelajagiga befarq bo'lmagan har bir ota-ona ko'rsatuvimizning bu galgi sonini o'tkazib yuborish mumkin emas. Chunki bugun biz sizlarga oddiy holdek o'rganib qolingan, ammo farzandingizning tarbiyasiga juda salbiy ta'sir ko'rsatayotgan omilni qo'limizdan kelganicha bayon qilib beramiz. Xalqimizning juda ma'noli maqoli bor. Qush inida ko'rganini qiladi. Ya'ni bolalarning tarbiyasi ularning oiladagi muhitidan kelib chiqadi. Lekin bugungi kunda mas'uliyatsiz, qo'pol va tarbiyasiz bo'lib yetishayotgan ko'plab yoshlarning barchasining ham oilasidagi muhiti yomon deya olmaymiz. Demak, muammo boshqa yerda. Keling, maqolni ozroq o'zgartiraylik. Bugungi mavzu ham, muammo ham bir vaqtning o'zida oshkor bo'ladi. Qush multfilmlarda ko'rganini qiladi. Demak, bugungi mavzu shirindan shakar bolajonlarimizning umrlarini, tarbiyalarini va qobiliyatlarini sichqon kabi kemirayotgan behayo multfilmlar, ularning zararlari hamda munosib yechimlar haqida bo'ladi. Farzand ota-onaga berilgan go'zal ne'mat va shu bilan birga ulkan omonatdir. Lekin bugungi kunda ushbu omonatlarimizni kimlar tarbiyalab nazorat qilyapti? Hali dada deyishni ham bilmaydigan go'daklarga turli xil jihozlarni tutkazib qo'yish, behayo, hayotiy voqeliklarga mutlaqo mos kelmaydigan multfilmlar qo'yib berish kelajakda meva berishi kutilayotgan farzandlarimizni nihonlik chog'idayoq nobud qilmoqda. Sehr jodu, o'zboshimchalik va behayolik bilan yo'g'rilgan, bolalarning ongini zaharlash uchun maxsus ishlab chiqarilayotgan bunday multfilmlarning zararlari shunchalik ko'pki, qaysi biridan boshlashga ham hayronsan kishi. Olimlarning fikrlariga ko'ra, yosh bolalarda tanqidiy va tahliliy fikrlash ko'nikmasi 6 yoshdan keyin yaxshiroq rivojlana boshlaydi. Demak, farzandingiz bu yoshgacha ko'rgan multfilmlaridagi lavhalarni haqiqiy hayotdek tasavvur qilib oladi. Bu esa farzandingizning to'g'ri fikrlashi va xulq-atvoriga juda salbiy ta'sir ko'rsatadi. Hozir esa 2011-yilda o'tkazilgan tadqiqot natijalari bilan tanishamiz. Olimlar 4 yoshli bolalarni tasodifiy tarzda 3 ta guruhga ajratishadi va har bir guruhga 3 ta har xil mashg'ulot tayinlanadi. Birinchi guruhga kadrlari tez almashadigan, yorqin, yuqori templi multfilm tomosha qilish grafikda yashilda ko'rsatilgan. Ikkinchisiga nisbatan sokin, ta'limiy multfilm bu grafikda qizil ustun bilan ko'rsatilgan. Va uchinchi guruhga shunchaki rasm chizish grafikda moviy ustunda belgilangan. Uchala guruhda ham mashg'ulotlar bor yo'g'i 9 daqiqa davom etdi. So'ng bolalarga o'zini boshqarish, diqqat, xotira va vazifani oxirigacha tugata olish ko'nikmalarini o'lchovchi topshiriqlar berildi. Natijani esa grafikda ko'rishingiz mumkin. Yashil ustun, ya'ni tez almashadigan multfilm ko'rgan bolalarda barcha ko'rsatkichlar faqat minusga qarab ketgan. Qizil ustun, ya'ni nisbatan sokin multfilm ko'rgan bolalarda ham holat unchalik yaxshi emas. Shunchaki rasm chizgan bolalar deyarli barcha ko'rsatkichlarda oldinlab ketishgan. Demak, jimgina hayrat bilan ekranga tikilib o'tirgan bolaning diqqati, xotirasi, o'zini boshqarish ko'nikmasi o'lib boryapti. Chaqaloqligidanoq tinch o'tirishi, to'polon qilmasligi uchun turli jihozlar bilan ovutilayotgan bolalarda ekranga qaramlik va nutqning rivojlanmasligi kabi muammolar ko'plab uchraydi. AQShda o'tkazilgan tadqiqotda aniqlanishicha, har 1 soatlik bolalar uchun mo'ljallangan video tomosha qilish bolalar yangi so'zlarni 6-8 taga kamroq o'rganishiga olib keladi. Ularning umumiy nutq ko'nikmalari ekran tomosha qilmaydigan bolalarga qaraganda taxminan 10% past bo'ladi. Ya'ni Cocomelon kabi foydali deb e'lon qilingan animatsiya dasturlari bolalarning lug'atini boyishini sekinlashtiradi. Chunki bola passiv iste'molchi sifatida ekranga termuladi. Yosh kattalar Instagram va TikTokga qaram bo'layotgan bir vaqtda yosh bolalar multfilmlarga bog'lanib qolishmoqda. Katta ekranlarda namoyish etilayotgan yoki turli xususiy tarjimonlar guruh tarafidan ona tilimizga tarjima qilinayotgan chet el, xususan g'arb multfilmlarining epizodlari faqat va faqat farzandingizning tarbiyasini buzishga qaratilgan. Misol uchun, doim bilganini qilishga odatlangan Masha yoki faqat erkaklardan iborat Smurflar yoki malikadan bo'sa oladigan qurbaqa shahzoda yoki 7 erkak gnomlar ichidagi qalbi toza oppoq-oy. Bularning barchasi shunchaki pul topish maqsadida o'ylab chiqarilmagan, balki barining ortida puxta rejalashtirilgan maqsadlar bor. So'nggi yillarda asr vabosi hisoblangan LGBT, ya'ni bir jinslikka targ'ibotlar multfilmlar orqali ham amalga oshirilmoqda. Misol uchun The Walt Disney kompaniyasi o'z multfilmlarida LGBTga targ'ib etadigan lavhalarni ko'paytirishini hamda bosh qahramonlar ham mana shu jirkanchlardan iborat bo'lishini ochiq-oydin e'lon qildi. Ushbu zararlarga qo'shimcha ravishda bunday bema'ni multfilmlar bolajonlarning qimmatli vaqtlarini ham o'g'irlaydi. Yoshlikda olingan bilim toshga o'yilgan naqsh kabi deydi dono xalqimiz. Lekin farzandingiz bunday oltin davrini qayoqdayoq multfilmlarni tomosha qilishga va ularning ichidagi soxta qahramonlarning ismlarini va epizodlarini yodlashga sarflashlari eng katta ziyondir. Hurmatli ota-onalar,
o'z joningizdan ham afzal ko'radigan farzandlaringizni go'daklik chog'idanoq bunday zararlardan asrang. Ularning qimmatli bolalik davrlarini g'animat biling. Keraksiz va foydasiz ko'rsatuvlar hamda multfilmlar o'rniga ularda kitob o'qishga muhabbat uyg'oting. Tarixda yashab o'tgan Imom Buxoriy, Jaloliddin Manyuberdi kabi ajdodlarimizning tarixlarini aytib bering. Yoki foydali ilmiy dasturlar hamda tabiat hodisalari tasvirlangan ko'rsatuvlarni vaqtni nazorat qilgan holda tomosha qildiring. Bilingki, farzandingizning tarbiyasi avvalo uning o'zi uchun, qolaversa siz uchun ham muhimdir. To'g'ri tarbiyalangan, halol, o'z milliy va diniy qadriyatlariga sodiq bo'lgan yoshlar yetishtirmas ekanmiz, yurtimiz bir kun piva, boshqa kuni ko'pik festivali o'tkaziladigan karvonsaroyga aylanib qoladi. Yurtimiz bunday pivaxo'r piyonistalarning qo'liga qolmasligi uchun farzandlarimizni to'g'ri tarbiyalaylik. Xulosa esa o'zingizdan.